Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda sizlar bilan PostgreSQL haqida gaplashib o'tamiz. Negaki, aynan hujumlarda, o'sha kiber atakalarda ko'p qismi data bazalarga yo'naltirilgan bo'ladi hamda bizda SQL injection kabi hujum turlari mavjud. Aynan bular data bazalar bilan ishlashga to'g'ridan-to'g'ri moslashgan. Ya'ni ular orqali ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlar sizdirib chiqariladi. Xo'p, biz bu kabi hujumlarni amalga oshirish yoki ularni oldini olish uchun aynan SQL dan xabarimiz bo'lishi kerak. O'zi umuman SQL tillari kodli platforma bo'ladigan bo'lsa, MySQL, PostgreSQL yoki SQLite bulardagi komandalar bir-biriga juda o'xshash, deyarli farq qilmaydi boshlang'ich darajasi, lekin shuning uchun bittasini o'rganganimizdan keyin qolganini shunga qarab moslashtirib ketsak bo'ladi. Xo'p, birinchi navbatda PostgreSQL haqida biroz ma'lumot qidirib olaylik. Nimaga PostgreSQL hozirgi kunda tizimlarda eng keng tarqalib qo'llaniladigani bu PostgreSQL hisoblanadi, ya'ni u resurslarni ancha yaxshi samarali boshqaradi. MySQL ga qaraganda ham katta data bazalar bilan ishlashda juda qulay, buni kengaytirish ham ancha qulay hisoblanadi. Xo'p, mana PostgreSQL da rasmiy veb-sayti, bu yerdan foydalanishimiz mumkin. Bu yerda aynan unaqa ko'rinishdagi rasmlari ham bor. Ya'ni PostgreSQL da boshqarish uchun interfeysli dasturlarimiz ham mavjud. Faqatgina terminal orqali boshqarish qiyin deydiganlar uchun. Xo'p, bu yerda bir qancha jadvallar ko'rinishda umuman ma'lumotlar bazasida ma'lumotlar mana shu tartibda saqlanadi. Ya'ni umumiy bitta ma'lumotlar bazasi ochiladi. Uning ichida bir qancha jadvallar, ya'ni tablelar bo'ladi. Bu tablelar mana bu yerda ko'rsatilgan. Misol uchun room bo'lyapti, customer service, ya'ni har bitta xizmat uchun alohida bitta jadval yaratilgan. Universitet misolida oladigan bo'lsak, misol uchun universitet degan ma'lumotlar bazasi bo'ladigan bo'lsa, uning ichida fakultetlar, o'qituvchilar yoki studentlar, har xil shunaqa ma'lumotlar bazalari mavjud bo'ladi, ya'ni tablelar. Va u tablelarda ichida unga tegishli bo'lgan ma'lumotlar, misol uchun fakultetlar bo'ldimi, birinchi navbatda fakultet nomi kiritiladi, ya'ni undan keyin fakultet rektor deydimi, dekan deydimi, o'sha fakultetda boshlig'ini shu misol uchun yoki-da keyin u fakultetga tegishli bo'lgan yo'nalishlar, ya'ni nechta yo'nalish bor, ular nomlari va hokazo shu tartibda ma'lumotlar kiritib ketiladi. Va jadvallarimiz o'zaro bir-biri bilan relationship, ya'ni aloqalar yordamida bog'langan ham bo'ladi. Biz juda murakkab kirmaymiz bu mavzuga. Biz birozgina foydalanishni va asosiy komandalarni ko'rib chiqamiz. Lekin kiberxavfsizlik xodimi sifatida buni to'liq o'rganib qo'yish siz uchun zarar qilmaydi. Xo'p, birinchi navbatda tizimda agar PostgreSQL bo'lmaydigan bo'lsa, uni o'rnatib olamiz. Xo'p, bizda allaqachon mavjud ekan, demak, endi uni holatini tekshirib olamiz, ya'ni servis sifatida systemctl status va PostgreSQL. Xo'p, inactive hamda disabled holatda turibdi. Buni yoqib olamiz. PostgreSQL. Endi statusini tekshirib olamiz. Odatda qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, mana shu ishga tushirish jarayonimizda ham xabar beriladi. Xabar chiqmadimi, demak statusi aktiv holatda bo'ladi. Xo'p, demak, endi yana bitta qiladigan ishimiz PostgreSQL ga ulanib olishimiz kerak. sudo -iu PostgreSQL minus yo'q qilishimiz kerak edi. Keyinlar boshqa yo'ldan boramiz. sudo su postgres qilib olamiz. Xo'p, Postgres ga kirganimizdan keyin PSQL qilib olamiz va shu bilan PostgreSQL data bazasiga ulandik. Xo'p, birinchi navbatda bizda bir qancha optionlar bor. Bulardan bittasi /l. Ya'ni bu nima qiladi? Bu o'sha ma'lumotlar bazamizdagi mavjud bo'lgan data bazalar ro'yxatini bizga ko'rsatib beradi. Xo'p, mavjud bo'lgan data bazalarga keladigan bo'lsak, bu yerda MSF test, Postgres hamda template node1, testdb kabi data bazalarimiz mavjud ekan. Xo'p, tozalashga keladigan bo'lsak, ya'ni terminal tozalash Ctrl+Shift+L. Undan keyin o'sha data bazalarni ko'rdik. Birortasiga ulanish uchun, ya'ni bu tariqa ko'rar ekanmiz.
bu tariqa ulanishimiz mumkin, ya'ni /c bilan biror bir databazani ko'rsatib o'tib ketamiz. Misol uchun test.tb. Endi mana bu yerda xabar chiqyapti. You are connected to database test.tb as user Postgres, ya'ni Postgres user sifatida test.tb databazasiga ulanding degan xabar chiqyapti. Xo'p, /dt yordamida o'sha databazamizdagi table'larni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni men darsimiz boshida aytib o'tdim, databazamiz jadvallardan tashkil topgan bo'ladi. Bu yerda hech qanaqangi jadval yo'qligi haqida xabar berilyapti. Xo'p, endi databaza yaratishni ko'rib chiqamiz. Databaza yaratish uchun create database deb yozib olamiz va yaratmoqchi bo'lgan databazamiz nomini yaratamiz. Misol uchun kelinglar universitetni yarata qolamiz. Universitet. Ya'ni databazani shu tartibda yaratishimiz mumkin. Bu yerda aynan e'tibor beradigan bo'lsanglar, create va database ni uppercase da, ya'ni bosh harflarda yozib oldik. Nimaga? Umuman PostgreSQL komandalarini o'sha odatda dasturchilar, ma'lumotlar bazasi bilan ishlovchi xodimlar bosh harfda yozishadi va boshqa unga aloqasi bo'lmagan, ya'ni jadvallar, table nomlarini kichik harflarda yozishadi. Lekin biz buni kichik harfda yozsak ham hech qanaqa xatolik chiqmaydi. Bu o'sha dasturchilar tomonidan kelishib olingan standart hisoblanadi. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, endi create database xabari qaytarilyapti, ya'ni bizda databaza yaratildi. Buni bu yerdan test qilib olishimiz mumkin. Mana universitet nomli databazamiz bu yerda yaratildi. Bunga ulanib olamiz. Xo'p, /c yordamida universitet. Adashmasam shunaqa edi nomimi? Xo'p, you are now connected to database universitet as user Postgres, ya'ni biz universitet databazasiga ulanib oldik. Endi jadvallarimizni ko'radigan bo'lsak, bizda hech qanaqangi jadvallar yo'q. Xo'p, endi jadval yaratishni ko'rib chiqamiz. Misol uchun create table qilamiz va bu yerda jadval nomini yozishimiz kerak. Xo'p, jadval nomi student bo'la qolsin, students qilaylik, mayli, ya'ni studentlar. Qavs ochib olamiz va pastga tushib olamiz. Xo'p, bu yerda komandalarimizni yozish biroz noqulay bo'lsa, agarda biz yirikroq databaza ustida ishlaydigan bo'lsak, kodlarimizda VS Code ga o'xshagan editorlarda avval yozib olib, keyin bu yerda ishlatishimiz mumkin. Xo'p, men hozir kichikroq narsa yozganim uchun shu yerda yozib ketaveraman. ID sifatida kiritishimiz kerak, ya'ni har bitta o'sha jadvalimizdagi ma'lumotni o'zini IDsi bo'lishi kerak, ularga alohida murojaat qilib olish uchun. Xo'p, ID serial qilamiz. Xo'p, serial nima? Bu ID uchun tur, ya'ni type hisoblanadi. Bu qanaqa type? Bu qiymatlarni auto increment ravishda oshirib boruvchi type. Ya'ni qiymatlarimiz 1, 2, 3 bo'lib har safar jadvalimizga yangi ma'lumot qo'shilganda o'zgarib boradi. Xo'p, undan keyin nima qilishimiz kerak? Xo'p, endi jadval yaratdik. Xo'p, primary key. Okay, primary key nima? Primary key bu primary key yozib olamiz. Primary key nima? Ya'ni bu o'sha ID'imizni takrorlanmasligi kerakligini, eng muhim ma'lumot ekanligini aytib o'tishdagi gap. Ya'ni bu unique sifatda bo'ladi. Primary key, ya'ni har bitta ma'lumotimiz uchun alohida generate qilinadi va boshqasida takrorlanmaydi. Mana shuni belgilab qo'yish uchun. Undan keyin virgul qo'yib olamiz va keyingi feldlarni yozishimiz mumkin. Misol uchun first name bo'lishi mumkin, ya'ni ismi, buni kelinglar kichik harfda yozib olamiz. First name. Xo'p, bunda endi varchar yozib olamiz. Bu nimaga? Bu o'sha char ma'lumot turi. O'zi umuman char ma'lumot turi nima deydigan bo'lsak, bu o'sha belgilar bilan ishlovchi ma'lumot turi va varchar 100 nimani bildiradi, ya'ni ism sifatida maksimal 100 ta belgi kiritish mumkinligi aytib o'tilyapti bu yerda. Xo'p, undan keyin last name bo'lishi mumkin. Yana bosh harfda yozib qo'ydim. Last name varchar. Bunga ham 100 kiritaylik. Maksimal bir insonning ismi 100 ta belgidan iborat bo'lishi mumkin. Undan uyog'i o'zi ko'p. Xo'p, nima bo'lishi mumkin? Age bo'lishi mumkin, ya'ni yoshi. Bunga int kiritamiz. Undan keyin kursi bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zi umuman nechinchi kursligini bunga ham int kiritishimiz mumkin. Xo'p, ya'ni shu tariqa mana bu tarzda yopib olamiz. Demak,
table yaratishimiz mumkin ekan. Create table bo'ldi. Endi /dt yordamida ko'radigan bo'lsak, bizda bitta table hosil bo'ldi bu yerda. Ya'ni students nomli table bo'lyapti, type table, yaratuvchi sifatida Postgres user. Xo'p, endi mana shu table'imizda ma'lumotlarini ko'rish, unga ma'lumot qo'shish qismlari mavjud. Bularni siz bilan keyingi darsimizda ko'rib chiqamiz. Shu bilan bugungi darsimiz o'z oxiriga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha